Shogirdlarim savol. Bir necha litr suvga 4 litr kislota qo'shilib aralashma hosil qilindi. Agar bu aralashmadan 3 litr to'kib yuborilsa, aralashmada 2,8 litr kislota qolgan bo'lsa, dastlab aralashmada qancha suv bo'lgan? Topinglar tez. Savol tushunarli bo'ldimi? Qaytaraman. Bir necha litr suvga 4 litr kislota qo'shilib aralashma hosil qilindi. Agar bu aralashmadan 3 litr to'kib yuborilsa, aralashmada 2,8 litr kislota qolgan bo'lsa, dastlab aralashmada necha litr suv bo'lgan? Farangiz menga ko'rsatib ishlangan. Ha, tez. Bo'linglar, farangiz bo'lib qo'ydi o'zi. Malades shogirdim. Farangiz bir necha litr bo'lgan ekan dastlab? 6 litr. Malades shogirdim. Tez qolganlar ham. Tezlashinglar. 16 mi? Yo'q. Qani men ko'rayim, qani qayerga kelding? Siz bu 12 6 qo'yibdi. Nimaga 6 qilasan? Malades. Qani Mehroj? 100 so'ra. Nechinchi sinf Mehroj? 3. 3. 6 litr.